Tezkor xabar. Qozog'istonda odamlar sovuqdan halok bo'ldi. Assalomu alaykum azizlar, Kun xabar kanaliga xush kelibsiz. Agarda kanalimizda yangi bo'lib turgan bo'lsangiz, videoligimiz ostiga bardo'na like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Qozog'istonning harbiy Qozog'iston viloyatida noqulay ob-havo sharoitida 3 kishi sovuqdan halok bo'ldi. Bu haqda Nurkis xabar berdi. Harbiy Qozog'iston viloyati Ichki ishlar departamenti matbuot xizmatining ma'lumotlariga ko'ra, kecha 13-dekabr kuni 3 nafar bedarak yo'qolgan erkaklarning jasadi topilgan, jumladan Janibek tumanida 57 yoshli, Boqayar tumanida 25 yoshli hamda Gaztalab tumanida 35 yoshli erkaklar sovuq urishi oqibatida vafot etgan. Yana bir nafar Oqjaqiy tumanida yashovchi 54 yoshli erkak tirik holda topilgani, biroq uning qo'l oyoqlari sovuq urgan. Hozirda u Uralsk shahriga olib ketilmoqda. Bugungi kunda yana bir kishi bedarak yo'qolganlar ro'yxatida qolmoqda. U Janibek tumanida yashovchi 59 yoshli fuqaro bo'lib, 13-dekabr kuni soat 21:00 atrofida Buxoro Qo'ygilden qishloq okrugi hududida qishloqdan chiqib ketgan. Uni qidirish ishlari qutqaruvchilar, harbiy xizmatlar, huquq-tartibot idoralari xodimlari hamda mahalliy hokimlik vakillari tomonidan olib borilmoqda. Sizga kelmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting.